qilinmaydi, imkon darajasida o'zini tuzatishga harakat qilinadi. Agar mabodo antibiotik qilinmaydi hozir. Antibiotiklarsiz davolanganning hisobiga immunitet baquvvat bo'ladi. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turibdi o'shaning uchun. Chorvachilik bo'yicha, Daniya. Genetika bo'yicha. O'sha degan sigirlar bilan farqi ko'rinishidan bir xil nima sababdan Daniyaning mollari kuchli? Berayotgan sog'in sigirlar ham mashq yotaveradi. sog'in sigirlar ham qishda shu yerda Bu yotadi. qummi tagi nima bu? Nimaga balandga chiqib qolyapti? Oyda qancha bo'ladi? 2,700,000. Endi Qushlar уже ko'p Yevropa fermalari, Rossiyadagi fermalarda ham qush kirishiga yo'l qo'yilmaydi. bu aka bu qushlar bizni tabiatda do'stimiz, nimaga tabiatga qarshi Mana chiqadi? hozir odamlar yopib tashlaydi dimlar. Bu qanday ziyoni bor dimlab bekitish? Birinchi o'rinda ishtaha. Orzuda. Yo'q, kepakdagi qorni osilib ketadi, keyin 6 oylik buzoqni besi 160-150 kilo chiqadi. Qarang. Yaguarda urilgan ekan. Yaguarda o'rilgan. Bitta xatosi bo'lgan bizning fermerimizda. Sur yetishmagandan keyin shpakat ochilgan, oyog'iga e'tibor qaratsangiz, arqonda bog'lab qo'yilgan. Yana qaytalanib. Assalomu alaykum, Sementalus kanalining hurmatli obunachilari, hammalaringga Allohdan barakali kun tilagan holatda syomkamizni boshlaymiz. Bugungi syomkamiz juda ham katta, Galishtin sigirlar boqiladigan, Daniyadan kelgan sigirlarimiz hammasi shular haqida bo'ladi. Xudo xolasa, juda ko'pchilik savol berdi. Qish oylarida qanday boqiladi, qachon molxonaga olib kirib baylashimiz kerak va operator silosdan ko'rsatib qo'ying. Yevropa texnologiyasi asosida siloslar bosilgan, mana shulardan qo'llangancha yoritib beramiz. Video ko'rishdan oldin like bosib, fonni chorva ishqibozlarga padilasa qo'rasizlar. Bu yerda qancha sigir bor, bir kunlik qilayotgan rasxod qanaqa, bo'g'oz mollar qanday boqiladi, sog'in sigirlar qanday boqiladi, qanday urug'lantiriladi, yosh buzoqlar hammasini 100% yoritib berganmiz. Agar sizlarga ham shunaqangi molxonalar bo'lsa, qanaqadir problemalar, muammolar bo'ladigan bo'lsa, amaliy yordam berish uchun bemalol nomerlar qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, like'lar bosib, qo'llab-quvvatlab, fonni ijtimoiy tarmoqlarga kuzatib qo'yinglar. Mana sizlarning takliflarga binoan ko'pchilik savollar bilan juda qattiq murojaat qilgani uchun fermer akamizdan iltimos qilib fermaga keldik. Sog' bo'linglar, xudo xolasa, baytda mollar sotilmaydi, faqat sizlar uchun kontent, sizlar uchun kontentga videorolik qilyapmiz. Videorolikni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamshidbek, yaxshimisiz? Charchamang. Xudo xolasa, juda ko'pchilikga tanish bo'lgan xalqimizni, misol chorvaga oid bo'lgan tajribasini ilmiy tomondan juda ham ko'p davlatlarda o'z ish faoliyatini olib borgan ukamiz Jamshidbek Ziyodbayev, tanimaganlar uchun zootexnik. Mana shu yerda chorva hayvonlari qanday boqiladi va hammasini qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Boshlardik bo'lmasa, nimadan boshlaymiz? Buzoqlardan boshlaymizmi yo silosdan boshlaymizmi? Farqi yo'q. Buzoqlardan boshlab silosga o'tib ketaveramiz, a? Beravering operator. O'zim mana narsani oldida birinchi ozuqa turadi. Sigirlar, mana shu ferma berayotgan yemlarni ham tanishib o'tkazsak, keyin ag'iga sekin davom etib ketaveramiz. Qarang, bu yerda buzoqlar uchun qilingan maxsus risparak yemlar beriladi. Sog'in sigirlarga, sog'in sigirlarga alohida, bo'g'ozlarga, g'o'nanchilarga alohida tayyorlangan o'zi risparakani ratsion asosida upakovishni tayyor maxsus yemlar beriladi. Endi ko'rsating mana. Gap. Mana. Video davomida xudo xolasa o'tkazmay ko'rib tursalaring, qanday boqilyapti, nima bo'lyapti, hammasini bekami ko'z, suvda nima qilish kerak, qancha yem berish kerak, tuqqandan keyin nima qilish kerak, hammasini sog'in sigirlarniki aytib o'tiladi xudo xolasa. Like'lar bosib tursalar. Jamshidbek aka, xo'p, buzoqlar bu, xudo xolasa. Bu buzoqlar, bular kechadan oldin kun tug'ilgan buzoqlar. Uni bugun ertalab tug'ilgani u yerda ham turibdi. Bugun ertalab tug'ilgani bu. Bu raddom o'zi. Bu sog'in sigirlarning raddomi. Suxastoydan o'tib, bu yoqqa kelib tug'adi. Shu yerda og'iz sog'ilib buzoqqa beriladi. Gap yo'q. U onasini yemmaydi buzoq, lekin bir kun ostida yuradi. Bir kun ostida yuradi. Xo'p, aka, u mollarga nimalar berilyapti bitta ko'rsatib o'taylik. Buzoqlar ajratib qo'yiladi. Bir kunda qanchadan sut beriladi? Buzoqlar qarang, 7 kungacha 2 litrdan 3 mahal ichadi. 7 kungacha 2 litrdan 3 mahal ichadi. Sabab 5-6 kungacha buzoq u o't yemasa, suv ichmasa, quruq bo'lib tanasi quruqlashib ketadi, ozib ketadi. Shuning uchun 3 mahal 7 kungacha. 7 kunni u yog'iga 20 kungacha 3 litrdan 2 mahal beriladi sut. Ular уже obed sutini ham ichishgan. 5-kuni aka. 5-kunidan boshlab suv, yem qo'yiladi. Bularni oldiga? Bular oldiga. U buzoqlar yemadigan joydan ajoyib holatda qilishib qo'ygan ekan. Va o'sha trenddagi risqbaraga yemlari. Aka, xo'p, ketaveramiz, ferma bo'ylab. Bu suxastoyli sigirlar
Qarang, bu korpusimiz o'zi suxastoy, quruqda turgan bo'g'oz mollar korpusi. Aha. O'ng qo'lda уже sigirlar suxastoy turadi. Bular nima yeyotganini o'tib ketaylik. Bu beda tashlangan, bu beda suxastoyga olib beriladi. Bu yerda drablikadan chiqarib chetga tashlab Ha, qo'yilgan. tashlab qo'yilgan xolos, ha? Ha, bular o'zi silosga aralashilgan yemaydi. Siloskalashgan. Tuqqandan keyin. Bo'ldi, qarang, bugun ertalab tuqqan maza qildi olyapti, mashalloh. Alloh hammamizni mana shunaqangi xayrli mollardan, barakali mollardan Ha, bersin. suti ham oqyapti bu. Aka, yana bitta savol sizga. Bu mol nima sababdan bu bitta o'zi turibdi? Qarang, bu fosfor yetishmovchiligi bo'lsa, mollar shipakati ochilib ketadi aka. Ha. Qachonki o'zi 55 ta sut beradigan sigir. Katta sigir, Ha, fermer, katta chempion sigirlardan. sigirlarda shunaqa muammo bo'ladi. Chem buni potrebnisini qoplab bera olmay qolamiz. 100 ta sigir bo'lsa, 100 tasini hammasini talabini qondira olmaymiz. Bittasiga baribir yetishmay qoladi nimadir. Bu fosfor yetishmagandan keyin shipakat ochilgan, oyog'iga e'tibor qaratsangiz, arqonda bog'lab qo'yilgan. Yana qaytalanib qolmasligi uchun. Bu hozir 5-10 kun yerda davolanadi, lecheniyalar qilinyapti, keyin yana doyniga sigirlarga qo'shiladi. Bu buzoqda ham u qo'shib qo'yilganmi? Emib yuradimi tagida? Ha, buzoq bu emmaydi, bu sutdan chiqqan hozir. Bu Ha? fermani brendi, men turg'izib ko'rsataymi aka? Go'lishdan turg'izib semirmaydi deganlar uchun. Qarang. Jonivor. Yo'q, yo'q. 4,5 oylik buzoq. Jovesi necha kilo chiqadi? 200 dan tepa chiqadi. Yo'q, yo'q. 200 dan tepa chiqadi. Silyosni ham bitta ko'rsataylik. Qanday bosilgan? Silos qarang aka. Jaguarda urilgan ekan, a? Jaguarda o'rilgan. Aha. Bu yerda bitta xatosi bo'lgan bizning fermerimizni. Ha. Bitta xatosi drabilkasini qo'shmagan. Bu fermer kombayn chakalardan iltimos qilamiz, shu tushuntirish nimalarni olib borsalaring, mana shunaqangi holatlar bo'lmaydi. Qarang, trambobkani qarang. Zo'r qilingan trambobka. Zo'rmi? Ha. Ko'chirib olish muammoda. Silosda shu drabilkasi qo'shilmagan ammo. Bitta aybi shu xolos. Ag'ida hech qanaqangi butun donlari borda ichida va hidi ham вообще zo'r ekan. Svejiy salat hidi kelgan, tuzlangan salat. muzdek turibdi. Ammo Qarang, 9,5 tonna, 10 tonnalik texnika bosgan buni. biror joyda mog'orlagan joyi ham yo'q ekan. Yo'q, yo'q. Aka, salafanni ko'taring, necha qavat salafan tashalgan bunga? 2 qavat tashalgan qalin. 2 qavat tashalgan, tepasiga shu balon qo'yib qo'yilgan xolos, a? Ha, buni qarang mana. Tepasini o'zidan chiqayotgani ham вообще zo'r, a? Ha. Hech qanaqa mog'orlamagan hali. Mashalloh. Gap yo'q. Qarang, Aka- makka holati shu 65-70% pishgan holatda o'rilgan. Aha. Ichida 50% dona ezilgan-u, lekin 100% emas, drabilka qo'shilmagan. Qarab turing, bitta savol sizga. Ha. Bitta, misol 20 litr tepasida sut beradigan sog'on sigir uchun mana shunaqangi silyosdan qancha ketadi? Bir Qarang. yilga. Silosni hisoblaganda bunaqa hisoblash kerak. 100 kilo jo'y vesga 5,5 kilo, 5 kilo silos sifatidan kelib chiqqan holatda silos hisoblanadi. Bu degani 600 kilo bo'lsa, misol 20 ta sut beradi. 35-36 kilo. 30 kilo, 35 kilo silos yeydi bir sutkada. Endi hisoblasangiz bitta molga 12 tonna turadi. 12 tonna, 13 tonna silos g'amlash shart. Bo'ldi aka. Bo'g'ozligi bor uni. Zeriktirib qo'yamiz. Bu mollar bo'g'oz mollarmi? Ha, o'ng qo'lda sigir. O'ng Ikkinchi qo'ldagi. tug'ish, uchinchi tug'ishga bo'g'ozlar, to'rtinchi tug'ishga ham bor ichida. chap- Chap qo'lda g'unajillar. Aka, mashinalarda aytdingizmi, 11 oylikda urug'lantirilgan? Ha, 11 oylikda qochgan bular. Mana mollar, Ha, shu mollar. Bu tabiiy usulda qo'yiladimi yoki buqa yuradimi ichida? Bu sun'iy. Sun'iy qo'yiladi. Sun'iy qo'yiladi. Qanaqa urug' qo'yiladi? Sun'iy qarang, bularga shu go'lishdan qo'yilgan. Yurib Hammasi. ko'ramiz. Hali anaqa urug' qo'yiladi dedingizmi, sekserimenni? Qarang, o'zi ko'pchilik fermani shu narsaga o'tkazishimiz kerak. Nimaga o'tkazishimiz kerak? Sekserimenni urug'ga, ya'ni jinsi aniqlangan urug'. Hozirgi kunda Aha. tug'ish yaqin. Hozirgi kunda fermerlar bitta aybi borda, fermaga novoz tashab qo'yadi. Aha. Bu 10 ta sigiri bor ham, 20 ta sigiri bor ham novoz tashab qo'yadi. Aha. Novoz tashagandan keyin novoz 45 millionga sotib oladi, ataylab mollar qochirsin deb. Ha. Endi 10 ta sigir bor, u novoz 1 yilda 10 marta mol qochiradi. 1 yilda. Ha, endi 10 ta sigir 10 ta bo'lganda- sigiri bo'lsa. Ha. Bir molni o'rtacha 1 yilda 1 marta bo'g'oz bo'lish 4,5-5 milliondan tushadi odamlarga. Bittasi. Bittasi. Novoz ham qo'shadi-ku.
Navosam yana 40 ming 45 minglik yem. Yo, o'zi misol 30 millionga o'sasa 1 yil boqadigan bo'lsa, yana 30 million qo'shib qo'ymaydimi? Undan aka ilmiy jihatdan, короче, sun'iy holatda qo'ygan yaxshi. qo'ygan yaxshi. Ham bir so'z bo'lmaydi. Ham qachon qo'yganingiz bilinadi. Qachon qo'yganingiz aniq. Hozir aka, bu 11-12 oylikda qochirish uchun nima qilish kerak? Shulardan bunday ko'rsatib o'tib, yo'l davomida Qarang. tomoshabinlarni zeriktirib qo'ymaylik. Birinchi o'rinda buzoqqa shu tug'ilishi bilan Oldiradi yursiz. Живой vesini nima deydi? 10%, 9% miqdorda og'iz suti berish kerak. 2 marta buzoq tug'ilishi bilan. Tug'ilishi bilan, ha? Tug'ilishi zahoti birinchi soat o'zida 4 litr, 3,5 litr og'iz sutini ichish kerak. Keyin u yog'i 3 oy mobaynida 650-700 litr sut ichirishimiz kerak unga. Xullas 3 oy 600-700 litr atrofida sut ichish kerak. Sut ichish shart. Keyin plus 5 kunligidan kombikorum qo'yish kerak. Kombikorum ham nima deydi? Proteinlar yuqori, asosiy nimasi soya shurut bo'lgan, vitaminlarga boyitilgan. Kepak qo'yib borsangiz orzuroq. Yo'q, kepakdagi qorni osilib ketadi, keyin 6 oylik buzoqni vesi 160-150 kilo chiqadi. U men aytayotgan yo'nalishda 6 oylik buzoqni vesi 200 kilo, 220 kilo chiqadi. Ha, gap. Keyin u yog'ida mana 6 oylik bo'ldimi? Qolgan 6 oyda 1 kilodan ves olganda ham 180 kilo ves oladi. 1 yildagi vesi shunda 350 kilodan oshib ketadi. Bitta nimani? O'n ajin. Aka, yana bitta sizga savol. Ko'pchilik mana qish kelishi bilan molxonalarda o'rab tashlayapti. Mana shu mollar hozir qish kunida ham mashq holatda yotadimi yo biror joyga kiradimi? Shunaqa holatda. Siz nima deysiz shu tajriba kunlik jihatdan? Kunduz kungi mana molni osti quruq, suvi oldida, yemi oldida. Yemda iloji bor kamroq namlanadi. Что muzlab nima qolmasligi uchun. Keyin skvyaznak bo'lmasi kerak ferma. Mana shunaqa holatda bo'lish kerak. Ha, yopilgan mana, yopilgan. Lekin ostidagi go'ngni ko'rdingizmi? Quruq. O nima deysiz? Qish kunida ham shunaqa bo'ladi. O'sha yerga bo'laveradi o'zlari. Ha, shu yerda yotadi. -4 gradus, 5 gradusda ag'ida o'zi 10 kun O'zbekistonda sovuq bo'ladi. Bo'lsa. Biz shuni nima qilamiz? Shu 10 kun sovuq bo'lsa 1 kilo, 1,5 kilo yem qo'shib qo'yiladi xolos. Bo'ldi. Sovuqdan nima qilish uchun? Suviga e'tibor beriladi, yemi sal ko'paytiriladi. 10 kun, 15 kun. Xo'jalikda boqayotganlarga ham tavsiya qilinmaydi. Xullas, salafanlar bilan o'rab dimlab berish. Hozir o'zi tunov kuni kun sovuq nima qildi-yu? Sovidi-yu. Havoni. Uje odamlar yopib tashladi, dimlab. U qanday ziyoni bor uni dimlab bekitish? Birinchi o'rinda ishtaha. Ishtaha qaytadi. Navorot issiqda maza qilib ovqatlanmaydi. Yo'q, aka. O'pka keyin. Bu yerda ugлекислый gaz, molda o'zini siydigidan axlatidan ajralgan gaz. Metan gazi. Ha, mol uje zaharlanadi, qon. Immunitet tushadi. Ishtaha qaytib qoladi aka. Toza kisloroddan nafas olmaganligi uchun shunaqa holat bo'ladi. Keyin mana buni ko'rsatdingiz-a? Ko'rsatdimmi qushlar? Ha. Qushlar uje ko'p Yevropa fermalar, Rossiyadagi fermalarda ham aka qush kirishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu aka, bu qushlar bizni tabiatda do'stimiz. Siz nimaga tabiatga qarshi chiqyapsiz? Mana hozir qo'shni, mana shu yerda 4 ta ferma bor. Bu tumanda. Katta fermalar. Hozir birortasi yashur bo'lsa, oqsil. U fermani kasalligi bu fermaga olib keladi. Xullas shunaqa yuqumli kasalliklarni qushlar orqali yuqtiradi. O'sha sababdan kirgiz taqiqlanadi, deyapsiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Bo'ldi. Havodan o'tadi degandan ko'ra gap yo'q aka. Bu tarafdagi sigirlarimiz sog'in sigirlar. Sog'in sigirlar bular. Bu o'rtacha necha litrdan sut beryapti bir kunlik? Hozir 27 ta, 28 tadan to'g'ri kelyapti ular. Bir kunlik, a? Bir kunlik. Necha kilo yemdi hisobiga? 9 kilo, 10 kilo yeydi aka. 9 kilo, 10 kilo. Xo'p, 5900 so'm bo'lsa, 6000 so'm bo'lsa, bag'iga ham 40 kilo, 35 kilo silyosimiz o'rtacha 25000. Shuna, 25000. 85000 bo'lsa, 27 litr sutimiz qancha bo'ladi? Hozir 7000 sotyaptimi, 7100 mi? Nimaga berar ekanda, laktelga? Yo'q, nimaga? Sadaf sutga topshiradi. Sadaf sutga beramiz. 6000 dan tepa sotadi. 6000 dan. Unaqa bo'lsa, o'ta 6000 dan 6,5 ming hisoblayman. Bunaqa katta fermerlar 6000 dan bermaydi. Aniq bu. Eng past ham 6,5 mingki, shunaqa 175 ming bo'ladi 27 ta sut yeganda ham. Bu yoqda siz 59 ming, 60 mingning 85 ming. 85 ming olib tashlaymiz. 85 ming olib tashlasak 90 ming so'm. Bir oyda qancha bo'ladi? 2 million 700 ming so'm. Endi xo'p 10 oydachi 305 kun laktatsiyani qasi bo'ladigan bo'lsa, hisoblaychi. 12 oydami? 10 oyda. 27 million.
$2000 bir yilda daromad qilsa Ha, bo'ladi. endi buni Sof daromadini gapirdingizmi hozir? yo'q, sof daromad. Yo, hozir mana misol 270 ming, 90 ming so'm bu ozuqasidan tashqari. ya o'sha sof daromadidan hisoblayapsiz, to'g'rimi? Bir-birimizni tushunmay qoldik. Yo'q, aka bunaqa narsa bo'ladi. Bu yerda ishchi ishlaydi, 4 ta 5 ta, ishchiga rasxod chiqadi. Assalomu alaykum. Aha. Sveti, boshqasi. Endi aka 1,5 milliondan kamida qoladi aka. Kamida 1,5 million. Kim bilan? Yillik hisobiga shu $2000 ga yaqin daromad qilsa bo'lar ekan, xudo xolasa. Xo'p, aka. Bu sog'in sigirlar ham mashta yotaveradi. Sog'in sigirlar ham qishda shu ishitda Bu yotadi aka. qumni tagi nima bu? Nimaga balandga chiqib qolyapti bular? Aka quruq go'ng bu aka. Yoshiga bosib qo'yilgan. Shunday bosilgan. Agar momodan qo'ladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, mana shu narsaga juda qattiq e'tibor beringlar mana. Sigirlarning qorni hammasiniki to'q. Ichi to'la yemini ko'rsating, silyosini. Qarang, tarqatilgan yemni aka. Mana. Yem aralashib ketgan aka buni ichiga. Yem yopishib aralashib. Mollar mana bu mollar bo'lmaydi deydi. Mana fermerda boqolaman degan mol mana shu bo'ladi. Mol даже kelib yemayapti, to'g'rimi? Ha, oldida aka, mana biz 2 tonna o't tarqatsak, 200-300 kilo astatga olib tashlaymiz aka, bir sutkada. Ha, tagidan. Ha, 7%, 8% ortib qoladi. U qayerga ketadi? U bo'g'oz mollarga ketadimi yo? Yo'q, u aka buqa fermaga olib ketiladi. Ha, buqalarga beriladi. Buqalarga beriladi. Sigirlardan chiqayotganda qani? Endi u ham kak endi har kunlik bo'lganligi uchun asir nima qilib ketmaydi. Sveji holatda bo'ladi. Sveji holatda. Ha, sigirlar yelinni qarang. Mashalloh. To'lib turibdi. Bular o'z Daniyadan kelgan aka. Aka, Daniyadan kelgan ko'pchilik mana maqtaydi-da. O'zi Germaniyadan kelgan, o'zimizni misol Belorussiyadan kelgan, Rossiyadan kelgan sigirlar bilan farqi ko'rinishidan bir xil. Nima sababdan Daniyaning mollari kuchli? Genetika. Berayotgan Ozuqasi. ozuqani u Daniyaning moli misol 87%, 90% holatda o'ziga oladi. Hazm qiladi. Keyin genetik jihatdan sut berishga moyilmi? U yemni hazm qilishiga ham bog'liqda genetika. Genetika va shu immunitet, mahsuldorlik, ovqat hazm qilish sistemasi, mol tuzilishi hammasini qamrab oladi. Genetikani buzib yuboryapti bizda, gibrid qilib yuboryapti hamma yo'q. Bilib bilmay. Ha, Daniyaning hisobi Daniyada genetika ushlanadi. Qattiq ushaladi. Keyin hozir bir narsani aytib o'tib ketdingizmi? Mollar kasal bo'ladigan bo'lsa, yoshligida dori-darmon qilinmaydi, imkon darajasida o'zini tuzatishga harakat qilinadi. Agar mabodo antibiotik qilinmaydi hozir. Antibiotiklarsiz davolanganning hisobiga immunitet baquvvat bo'ladi. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turibdi o'shaning uchun. Chorvachilik bo'yicha Daniya. Genetika bo'yicha. O'sha shunaqa har xil bo'lar bo'lmas kimga gapiga kirib bo'lsa dori-darmonlarni keyin qilmaganligini ular hisobiga buzoq boqish nimasiga, texnologiyasiga qattiq qaraydi. Misol buzoqni 4 oylik, 6 oylik bo'laman deguncha xunajini. Kelajakda qanaqa sigir bo'lishi o'zi aniq bo'lgan bo'ladi. Bu yerda katta qorinda misol 4 ta qorin bo'lsa, ichidagi varsinkalar, burmalar rivojlanishiga e'tibor qaratadi bular. Ha, Daniyada. Ha. Bu mana buni ko'rsatdingizmi bedani? Bu bedami bu? Beda bu. Bedan tayyor qilib qo'yilgan chiqarib. Bu kombayndan chiqarilgan. Jaguar kombayn. Jaguar kombayndan chiqarib, mana shunaqa tayyor qilib silosga aralashtirib beradigan holatda qish kunida unda qo'ymasin. Sizda somoni ham bor ekan, yo'qmikin? Yo'q, somoni yo'q bunga aka. Somon alohida qo'shiladi. 1,5 kilo deydi bir sutkada. Mana shu mollar a? Bitta sigir. Bo'ldi. Mana mollar ko'ryapsizlar, qorni ochgani, ozuqani kelib yeyapti. Ha, suvni ichadi. Suv ichgani kelyapti suvni. Bu yerda misol aralashtirib berishdan asosiy maqsad yemdi. Ko'pchilik misol silyos tepasiga tashlab beradi. Bu yerda misol qo'qoq mol bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Birinchida kelib yegan mol nimani esa oxirdagina o'shani yeydi. Bu bunaqa narsa. U undan ham battar. Aka, birinchi mol ko'proq energiya, yemlarning hammasi ko'p energiya beradi aka. To'yimli narsani birinchi yeb oladi, molda to'qlik hissi uyg'onadi. Keyin bu yoqdagi silos, kletchatka bo'ladigan narsalar, beda, somo, uni iste'mol qilmaganning hisobiga oshqozonda subklinik assidoz bo'lib turadi. Har doim kuzatiladi. Bu o'z o'rnida sutni jiri, yog'i pasayadi, tuyoq kasallar kelib chiqadi. Keyin suv. Aka, suvni ham kunda almashtirar ekan bu yerda? Ha, aka, bir kunda 1 marta, 2 marta yuviladi aka bu. Bemalol hozir prosta mana bunaqa cho'kindalar tushib qolganning hisobiga hozir kelib, ha, molni og'zidan silos yeb kelib ichyapti-da buni. Bo'ldi. Gap yo'q aka. Ketordingmi? Nima bo'ldi aka? Endi mashq holatga o'tishini aytdik, sog'ilayotgan jarayonni aytdik. Sog'iladigan joylari ham darnizallarda qilinadi, sog'iladi, to'g'rimi? Rujni sog'ilmaydi.
Dayaninglarda sog'lar. Maqsadimiz O'zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha sizlar obunachilarni misol og'irini yengil qilish. Buni qanday yem berishini ham aytib ketamizmi? Yo'q, qarang, bizda shu balans asosida tayyorlangan yem beriladi, rizq baraka yemlari. Buzoqlarga ham, bo'g'otlarga ham, sigirlarga ham. Hammasi отдельно Bu nimada? akamiz o'zi katta tonna oladi bir oyda. Bu sigirlar ham shu umuman shuning uchun ko'rmadingiz, hech qayerda drabilka ham yo'q.